Yangi bitgan oshxonangiz remontiga LG'ning eng yangi modelini maslahat berishimdan oldin videoga bitta like bosib, kirmoshina olmoqchi bo'lgan tanishinglarga srochni yuborib qo'yinglar. Ushbu kirmoshinamiz 6,5 kilolik bo'ladi. Ikki xil rangi bor. Oq mashnaqa, keyin to'q mokriy sveti. Yana bitta zo'r tarafini aytaman. 2 qavat oynali bo'lganini hisobiga kirmoshinani oshxonaga qo'yadigan bo'lsangiz, ichida nima kiyim yuvilayotgani umuman ko'rinmaydi. 10 xil funksiyada ishlaydigan bo'ladi. Parovoy funksiyalarigacha, очистка barabanlarigacha qo'shilgan. Yana bitta yaxshi tarafi, direct drive bo'lgandan keyin ovoz shumi juda ham past bo'ladi. Kafolati motoriga 10 yil, servis tomonidan 3 yil xizmat ko'rsatiladi. Kirmoshinada kiyim solgan paytingizda ichida agar kiyim qolib ketgan bo'lsa, 10 minut ichida start funksiyasini bosib, bemalol eshigini ochib olsanglar ham bo'ladi. Barabanlar ham kiyimni titmaydigan, katushka qilmaydigan baraban qo'yilgan. Ushbu kirmoshinamizni like bosib obuna bo'lib qo'ygan har bitta mijozimizga $380 shahar ichida dostavka xizmati bilan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilib o'rsanglar bo'ladi.